أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سورة أنفال تفسيري 45. آيات. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. 45. oyatda Allah subhanahu wa ta'ala müminlarga düşmanlar bilan do'yliga tushgan vaqtida g'alaba nusratga erishishning yo'lini ko'rsatib qo'ydi. Mundaq dedi: "Ey müminlar, sizlar kafirlar qo'shiniga uchrashgan chaqda sabatlik ko'rsatinglar." Ya'ni sizlar kafirlardan iborat bir jamoaga uchrashsanglar, ularga qarshi jihad qilishda mustahkam turinglar va mag'lub bo'lmanglar, qaçmanglar. Muvaffaqiyatga erishishinglar uchun Allohni ko'p aslanglar. Ya'ni Allohning nusratini tilab, Allohning yordamini tilab, tillaringlar orqali Allohni ko'p zikr qilinglar. Shunda qilsanglar, dushmanlarga qarshi nusrat g'alabaga erishsizlar. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. Allahqa va Allahның payg'ambariga itoat qilinglar sallallohu alayhi vasallam. Ya'ni butun gap so'zlaringlarda, sharkatlaringlarda Allahqa va Allahның payg'ambariga itoat qilinglar. Ularning buyruqlariga hech bir shay iloj bir ixtiloflik qilmanglar. O'zaro talash-tatish qilmanglar. Talash-tatish qilsanglar ojizlaysizlar va dushman bilan uchrashgan vaqtida qo'rqinchoqlik qilib qolsizlar va kuch-quvvatinglar ketib qoladi. Hayyotinglar ketib qoladi. Ma'naviyatinglar tushib ketadi. Sabr qilinglar. Haqiqatan Alloh taolo sabr qilguvchilar bilan birlidir. Ya'ni jangning qo'rqinchlariga va qattiqchiligiga sabr qilinglar. Alloh taolo sabr qilguvchilar bilan ularga nusrat ato qilish, yordam qilish orqali ular bilan birlidir. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. Sizlar yurtlardan takabburlik qilib, riyo qilib chiqqan kishilarga o'xshash bo'lmanglar. Ya'ni sizlar Makka kofirlaridek, Quraysh kofirlaridek bo'lmanglarki, ular Badr jang uchun Makkadan noit takabburlik bilan riyo qilib, nom shuhrat, obro'y qo'g'lishib chiqdi. Bu oyatda Alloh subhanahu va taolo mushriklarning kattavishi Abu Jahlning bunu so'zga ishorat qilyotdi. Abu Jahl Badr g'azosiga chiqishdan ilgari noit takabburlik bilan mundaq degan: Allah bilan qasamki, biz Badrga bormay turib qaytmaymiz. Biz Badrda aroq ichimiz, to'glarni bug'izlaymiz. Naqshchi ayollar bizga naqshi aytib turadi. Va butun arablar bizning ishimizni anglaydi va ularning hammasi bizdan mangu qo'rqidi degan edi. Imom Tabari rahimahulloh shundaq deydi: Ular aroq o'rniga o'lim sharobi ichdi. Naqshchi ayollarning o'rniga o'lib ketganlarga yig'laydiganlar ular uchun yig'ladi. Ular Allohning yo'lidan to'sidi. Ya'ni kishilarni islom diniga kirishdan to'sidi. Allah subhanahu va taolo ularning ishidan xabardordir. Ya'ni Allah subhanahu va taolo ularning hamma ishlaridan xabardor. Bu ishlarning hammasidan xabardor. Allah subhanahu va taolo bu ishlar qarata kafirlarni jazolaydi. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. Asligen öz vaqtida shayton ularning amallarini ularga zinnatlab ko'rsatdi. Ya'ni shayton ularning butlarga ibodat qilish, shirik keltirishdan iborat qabih qilinishlarini chiroyli ko'rsatdi.
Shundaqla ularga payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga qarshi jangga chiqishni ham zinnatlab chiroyli ko'rsatdi. Va shayton ularga bugun sizlarni hech kim yengolmaydi. Ya'ni Muhammad va uning sahobalari sizlarni hargiz yengolmaydi. Men sizlarga madadkorman, sizlarga yordamchiman dedi. İki qo'shin uchrashganda bo'lsa, shayton chekindi. Ya'ni mushriklar bilan musulmonlar jang maydonida uchrashganda, shayton orqani qilgancha qochdi. Va shayton men sizlardan ado judoman dedi. Ya'ni sizlarga madadkor bo'laman, yordamchi bo'laman degan va'dasidan ado judoligini ifodalab, ularni yordamsiz tashlab qo'yib qochdi. Va men sizlar ko'rmagan narsani ko'ryapman dedi. Ya'ni mu'minlarga yordam berish uchun orqadan tushgan farishtalarni sizlar ko'rmayapsizlar, lekin men ko'ryapman dedi. Shayton yana men haqiqatan Allohdan qo'rqaman, Allohning azobi qattiqdir dedi. Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhudan rivoyat qilinishicha, shayton Badr kuni qo'shinlarini boshlab, bayrog'ini ko'tarib, Mudlish qabilasidan bo'lgan Suraqa ibn Malikning sirtiga kelgan. Ular sap tortganda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bir siqim to'pini elib, ularga chashqan va mushriklar kaynini qilibla qochgan. Jibril alayhissalom shaytonga oldini qilganda, shayton qo'lini bir mushrikning qo'liga qo'yib olgan bo'lib, Jibril alayhissalomni ko'ribla burilgancha qochib ketgan. Shundan bilan mushriklar uningga "Ey Suraqa, bizni yordamsiz tashlab qo'yamsa?" degan vaqtida men sizlar ko'rmaganni ko'ryapman. Ya'ni farishtalarni ko'ryapman. Men Allohdan qo'rqaman. Allohning azobi haqiqatan qattiqdir degan.